U Tower Nest One'dan ko'ra qimmatroq turadi. Bir xonali uyini o'zi 120 ming, 130 ming dollar atrofida turadi. Bir xonaligini o'zi. Sababi U Tower'dan Nest One'ga qaragan vid chiroyli chiqqan. Endi esa men xuddi shunaqa vidli uyni 3 xonaligini, apartament, yevro remontligini topib qo'yganman. Bilsanglar U Tower Nest One'dan ko'ra qimmatroq yuradi. Sababi uni vidi prям Nest One'ga qaragan. Bir xonali uylarni o'zi o'tdi 130 ming, 125 ming, 140 ming kvadrat jihatiga qarab, apartamentiga qarab. Prям apartamentliklari mana shunaqa narxda turadi. Bizda esa 72 kvadrat metrdan iborat xuddi shunaqa vidli 3 xona uyga keldi. Bu uyni obzor qilayotganimda 3 ta maqsadim bor. Birinchisi sotish, ikkinchisi prosta o'zingiz uchun boshqa dizaynni ko'rib niyat qilib qo'ying, обязательно niyatingizga erishasiz, Alloh nasib qilsin. Uchinchisi esa agarda mana shunaqa 3 xonali fransuskiy planirovka uyda yashayotgan bo'lsangiz, remont qilmoqchi bo'lsangiz, aynan shunaqasi namunada bemalol eta olaman. Hech qanaqa lishniy narsa yo'q, prям high-tech dizaynda qilingan. Endi esa xonalar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Xonadonga mana shu eshikdan kirib kelib, endi bitta mana detskiydan boshlaymiz. Farzandli uchun mo'ljallangan detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana lishniy narsa yo'q. Kravat, dars qilish uchun mana joylar qilib qo'yilgan. Mana shkop. Shkoplar ham takoy antiqa, ichida podsvetkalari mana вообще mazza qilyapti. Bu живой ko'rsatishga kelib mazza qilasizlar. Haqiqatdan. Endi esa bu yoqqa o'tiramiz. Bu spalni xonamiz bo'lyapti. Spalnimizda ham mana shkop qo'yib qo'yilgan, podsvetkalari bilan lishniy narsa yo'q. Mana Mahmudga qarab, mana shu sig'armi ekan yo'l kishiga, bu interesnida atrupalarni qo'yishga, lekin zo'r qilib qo'yishdi. Bitta oyna, bitta mana shunday shkopcha, nичего лишнего, ortiqcha narsamiz yo'q. Televizor обязательно kechqurun xorda qolib, o'sha charchab kelganingizdan keyin, televizor qo'yib qo'yib, o'zingiz xolagan kinoyingizni ko'rib yotsangiz bo'ladi. Mana bunaqa narsalar qilib qo'yilgan. Bu yerda kitob javonimi, lishniy narsangizmi qo'yaverar ekansiz, suvenirlarnimi. Bu yog'imizda endi skvoznoy, bu fransuskiy planirovka eng yaxshi proyektlardan hisoblanadi. Skvoznoy bo'ladi, shuni ham inobatga olish kerak. Sirkulyatsiya zo'r. Endi esa keyingi uylarga, xonalarga o'taveramiz. Mana sanuzel bo'lyapti. Sanuzelda bitta dushovoy, unitaz, keyin bu yoqda o'sha rakvina qilib qo'yilgan, tayyorgina kir mashina sizga xizmat qilishi uchun. Endi esa основной zalimizga kirib kelamiz. Qaranglar, mehmonlar bilan bundoq ulfatlar bilan o'tiradigan bitta stolchik qilib qo'yilgan. Bu yoqda kreslo divar, o'zingiz bundoq kelib, televizor qo'yib qo'yib, futbollarni ko'rib, mazza qilishingiz mumkin. Mana bu suvenirchan dizayniga ham 5 baho bitta qo'yib qo'ysangiz, devorlarimizga ham kartinalar hammasi ilib qo'yilgan. Bu devorimizni kombinatsiyasiga bitta e'tibor beringlar. Hozirgi trenddagi kombinatsiyalardan hisoblanadi. Endi esa darsga o'tiramiz. Umumiy maydoni zalimizni 5 ga 5 hisoblanadi. 25 ya'ni kvadrat metr. Nest One'da esa 25 kvadratda bilasizlar 130-125 ming deyishyapti. Biz boshida esa butun uyni xuddi shunaqa narxga yaqinroq 135 ming so'rayapmiz. Endi esa bundoq videoga qaraymiz. Yana bitta yoqqan tarafi bor. Buni etib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Bilmayman endi kadrda qanaqa ko'rinadi-yu, lekin uyga o'ziga kelsangiz, mana bu narsa вообще bogatiy ko'rinar ekan. Bu qandilli qaranglar qanaqaligini. Shunaqa mos tushgan. Xonadonimizda to'pli polimiz bor, ko'ryapsizlar, mana o'rnatib qo'yilgan. Bu sanuzellik hisoblanadi. Bu yoqdagisi esa koridoriki. Polimiz kafil qilingan granit. Bu yog'imizda esa yana bitta sanuzelimiz bo'lyapti. Bu yoqda sanuzel. Endi esa
oshxonaga kirib boramiz. Oshxonani prostranstvasini qaranglar. Bemalol mana shu yerda ovqatlarni pishirib, mana bu yerda o'tirib vaqtingizni o'tkazsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda ham xuddi shunaqa cho'pli pol ham, atapleniya ham qo'yib qo'yilgan. Cho'pli pol qilinmagan xonalarga o'tirgan bo'lsa, zalda cho'pli pol yo'q, spalniyada detskiyda. O'shanisi ham yaxshi, chunki cho'pli polni sog'liqqa zararli taraflari ham bor. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyada поддержка qilib qo'yinglar. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan o'yin topida xayr salomat bo'ling.